Yo'q, yonyaptimi, yoni? Voy, akalar nima qilyapsiz? Ey, yonib ket. Ana uni. Katta odam. Baloni yondi aka. Aka, kim o'zi bu yerda kattalarni nima ish qilyapsizlar sizlar? Ha, ish o'rnida mashina qilyapmiz, boshliq kelguncha. Sizlar ishchisizlar. Mana uni o'chiring aka, buni aylanishini qara, Buni qarasa, chet elga borib ishlashdan zerikkan akalarimiz uchun yaxshi biznes. Yaxshi biznes. Bemalol uy sharoitida qilsa bo'ladi, 220 voltga ishlaydi aka. Maşallah. Bu penablok, gazablok ishlab chiqadigan apparat. Ha, bitta mana $1,5 ming $3 ta biznes. Penablok, gazablok, tomga pena qo'yish apparati. Maşallah. Undan tashqari mana katta qoplarimiz ham bor aka. Katta mishalka, suvomkis, bundan narxi ham $1,5 ming O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib qo'yganmiz. Avtomat liniyalarimiz bor. Yo'q, menga penablok emas, gazablok emas, penablok o'zi kerak desa-ki, penabloklarimiz ham bor. Mana 800-900 dollar O'zbekiston dastavka. Bularni o'zlaringiz ishlab chiqarasiz. Hammasini o'zimiz noldan yasaymiz aka. Yashang, ustaga yashang. Bunaqa men sizdan anaqa nima deydi? Hazil huzul qilib o'tirganingizni bir qanaqa ishchi ekan bu? Bular hammasi o'zi chiqargan. Ha, aka, $300 qilib qo'yganmiz. Tomga pena qo'yish apparati. Loyboslarda pena kuyish apparati $300. $300. Misol uchun uyini o'zi qo'ysa chiqib ketadi aka. $300. Ammo shunaqa haqiqatan. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib qo'ygan. O'zini uyini o'zi kuysa ham chiqib ketadi. Zo'r. Bundan tashqari pena blogida o'zi. $8, $9 ekran nomer telefon qilsam batafsil tushuntirib qo'yamiz. Yashang. Alloh rozi bo'lsin. Mana bunimiz-chi, buni tagida nima qilsa bo'ladi? Bu asha kishi ko'tarib pena blog qo'ymay, men bochkada deganlar uchun bir kishi qo'ysa ham bo'laveradi ham variant. Bir kishini o'zi ishlayveradi. Yashang, Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda ishlab chiqarish sex ekanda demak aka. Ha, ishlab chiqarish sex. Ya'ni chet elga borib ishlab zerikkan akalarimiz uchun mana ketyapti, xudo xolasa. Xorazmga ketyapti aka. Xorazmga. Ha, qarang. Mana shu ham bir komplekt aka. Xorazmga ketyapti. Dastavkasi ichida $1,5 ming qilib berdik. Ro'za oyi chiqib berdi aka. Dastavka o'tgan yil 1700 dan dastavka qilingan aka. O'tgan videolarimiz ko'rsa. Bu hozir gazablok ham pena bo'ladi. Ha, ham gazablok, ham pena bo'ladi. Keyin yana bitta narsa bor. Komplekt ekan-a? 2 komplekt. Bir komplekt aka Navoiy, bir komplekt Xorazmga aka. Keyin avtomat liniyalar ham bor aka. Bu reska. Avtomatik qiladigan. Qanaqa bo'ladi deganlarga sekin tushuntirib qo'y. Avtomat reska bo'ladi aka. 10 ta qolip bo'ladi, anaqa katta qolipdan. Mishalkasi bo'ladi, suyomkisi bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi $6,000 qilib beramiz aka. $6,000. Dastavkasi Qoraqalpog'istondan bo'lsa ham olib berib olasizmi? Aka, Qoraqalpog'istondan olib beramiz. Oldindan 2 million 3 million tashlamaysiz deyish kerak yo'q. 200 ming so'm o'zimiz puli. 200 ming so'm tashlab beradi. Qolgan pulni uyga borib, quyib, o'rnatib ishga tushirib berganimizdan keyin beraveradi aka. Mashalloh. Bitta savol aka, qarang. Buni kelib o'rganishga sharoit yo'qlarga uyga olib borib beraman deyapsiz. O'zida quyib berib, o'rgatib bera olasizmi? Mahsulot olib borgan narsamizni mahsulot chiqarib turib, bizga ham boshqaroq kerak. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deyish kerak. O'da shunga quyib, bitta mutaxassis ketadi. Borib quyib, o'rnatib, ash mahsulot chiqarib, tayyor keyin pul olib kelamiz aka. Keyin yana bitta gap. Bitta biroz telefon qilib, "Uka, bo'ldi, menga bir komplekt jo'nating" deb, hali mashinalar ko'payib ketgani, oldindan 2 million, 1 million tashla deganlar kerak emas, menga pulni jo'nating. Pul uyda quyinglar, keyinlar ishlatib beringlar, keyin pullar ketadi yana. Zaklatizdan beraveramiz aka. Bitta insonlar telefon qilib ketsa ham boraver ekan, demak a. Keyin aka, rasm ko'pchilik tushunmaydi. Mana komplektda oldingilarda mollarda rushno kesilardi. Bunda aka. Nima bo'ladi? Arra orqali arra kerak emas-da. Listli tayyor holda chiqadi, tepasini men arrada olib tashlaydi, bo'ldi aka. Qolsa, oldin gazablok qo'ygan bo'lsa, mana shu qolipdan olib ko'rsin. Ancha yangi chiqqan, o'z trendda qolib bo'lyapti. Bir kishi ishlasa ham bo'laveradi aka. Faqat gazablok apparat kerak, penablok kerak emas deganlarga mishalkasi, suyomkisi men qolib 3 ta bo'ladi, uni 4 ta qilib beramiz. 24 ta qilib chiqadi aka. Mashinani ham qilib beramiz aka. Voy maşallah. Mana bunimiz nima endi buni? Bu pena generator aka, pena bo'lib chiqarish uchun. Pena bo'lib chiqarish uchun pena generator. Xolasa mana shu komplekt, mana rastur bo'yicha mana shu komplekt, $1,5 ming. Gazablok kerak emas desa, men bu yog'i bo'lmaydi, qolib 4 ta bo'ladi, u ham $1,5 ming. Zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Ser daromad biznes qilaman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu akamizni yaxshilab videosini yaqinroqqa o'tirib ko'rsalaring, ha aka. Keyin aka, hozir endi hamma charchab turibdi. Bemalol telefon qilsin, yana tayyorlanish videolari, aytilmagan ma'lumotlarni aka o'rgatib ketamiz. Inshaalloh. Mana yana ketyapti, xudo xolasa. Bu boshqa joyga ketyapti aka, qolibdi o'zi. Farg'onaga ketyapti. Farg'onaga. Bu boshqalar. Dastavkaga hamma texnika bor. Uzoqroq viloyatlarga mana bu mashinamiz, yaqinroq vodiyga bo'lsa, mana bu labularimiz. Sezon boshlandi, kuniga 2-3 komplekt sotyapmiz aka. Bizdan olgan odam norozi bo'lgani yo'q, qoliplarimiz sifatli, hamma yo'q, materiallar ham qismaymiz. Keyin ma'lumotlar sekin aytib qo'yaver, YouTube akaning
Gazoblockka ketadigan xom ashyossi sement, qum. O'zimizni sement, o'zimizni qum. Hamma joyda bor. Keyin alyuminiy pudra, kauchun soda, ximikatlari ham bor. Qaydan olishni o'rgatib qo'yamiz. Sir saqlanmaydi. Sir saqlanmaydi. Biz nimani bilsak, ularga shunaqa o'rgatib qo'yamiz. Zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Demak, ertaga sizdan bu mahsulotlarda uskunalar xarid qilgan insonlar hali so'kinib netib boshqa qilgan narsa. Yo'q, aka, shu paygacha bo'lmagan. Rozi bo'lib, xursandchilik. Olgan odam yana qolib ko'paytirib, ishini kengaytiryapti. Xudo xolasa hali bankrot bo'lib, bu orqasidan bankrot bo'lish ham qiyin-da aka. Zavodimiz, sex emas akalar. Zavod. Hamma viloyatdan kuniga odamlar kelyapti. Eng uzog'i qayerdan keldi endi bu yerga? Mana akalarimizdan mehmon ekan, gap ozgina tushuncha beryapti. Hozir aka eng uzoq Qozog'istondan ham kelgan. Bu mana akalarimizni qaranglar, bular ha. O, naryoqda yana akamiz ma'lumot berishyapti mana. Mana akamizga. Faqat bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalar ham bo'ladi akalar. Bundan tashqari mana bu joyda qaranglar. Pena blok ishlab chiqarish uchun hamma uskunalar tayyor. Faqat xarid qilasiz bo'ldi. 100 gacha dastavkasi tekin bo'ladi. Mana akalar nima deyapti? Metan yo'q degan akalarimizga mana metan gaz ballonlarimiz mana shu yerda ekan. Akamiz Alloh rozi bo'lsin. Qanday yangilik bor yana endi? Yana misol uchun zavod desa zavod mana. Avtomat liniyasi desa avtomat liniya qilib beramiz. Mana shu avtomat liniya deyiladi. Bu nech pulga bitadi endi aka? Asi 23.000 bitadi aka. 10 ta qolib hamma komplekt aka. Cheres soroz odam ishlamaydi. Faqat qumni solib turadi bo'ldi aka. Qolgan chiqaveradi. Havas qiladigan gaplar gapirasiz. Bitta odam bo'ldi. Bitta odam qum solib turadi. Bitta odam elektrikasini boshqarib turadi, tamom. Shunaqa. Boshqa hech narsa kerak emas, masallalloh. Juda ham zo'r qulay, nima deydi, biznes. Akalar, ukalar. Mana yana bitta labomiz keldi. Bu laboda ham ketadi, xudo xolasa ukamiz. Qayerga ketadi bunda endi? Bunda Farg'onaga ketadi, qolib o'zi ketadi aka. Qolibdi o'zi, masallalloh. Keyin qarang. Mana shu uskunalarimizni alohida kerak desang sotaverasizmi? Aka, misol uchun mening kompressor pina blok chiqarmoqchi bo'lgan akamiz, pina blok chiqarib turgan akamizga misol qolib yetmay qoldi hozirgi kunda. Yana ikki bu narsa sotilaveradi aka. Alohida sotiladi, keyin insof bilan sotiladi. Zali odam ham. Alloh rozi bo'lsin. Jarga surormiz aka. Bizning kanalimiz nomi Ustunlux kanali. Sifatli tajribaga ega bo'lgan ustalar ishini olib chiqamiz. Eng asosiysi o'zimizga ma'qul kelgan boshqalarga ravo ko'ramiz. Aka, bu narsadan bankrot bo'lish qiyin aka. Tayyor gazoblok sohasi endi kirib keldi O'zbekistonga aka. Bu ham o'zi 2 yil 3 yil bo'ldi, ya'ni 10 yil davom etadi aka. Mana mehmonlar. Batafsil telefon qilsa ham yo'q tushuntiramiz aka. Ro'za oy ichida dastavka qilib beryapsiz xolos. Tushunadi. Aka, qanday bonus qilib berasiz endi meni obunachilarimga aka? Ustalar o'zidanmi? Men o'zimga bersangiz ham shu xursand bo'ladigan bo'laylik-da aka. Xuddi o'zimga olgandek xursand bo'ling aka, obunachilarimiz bir yangilik, yaxshi yangilik qilib bering. Otangga rahmat deydigan darajada qilib yuboring aka. Aka, shunday telefon qilsam, ustalar o'zidan chiqdi, birinchi telefon qilib, zakaz qilgan odamingizga yengilroq qilib beraman. Bir komplektdan foyda qo'ymay, dastavkasi bilan qilib beraman. Tushunaman. 1,5 ming degan instrumentingizda, menga qancha tayyor bo'lsa, shu narsa qilib beraman. Tushunarli. Lavz. Faqat like bos, kommentga omad deb yozib qo'ying aka. Bu obunachi aytib bersin. Xohlasa Qoraqalpog'istonda bo'lsin, hozir Surxondaryoda bo'lsin, dastavkasi tekin qilib beraman aka. Shunday keladi o'z narxiga aka. Akalar, do'stlar, qadrdonlar, yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamiz nomerini pastda qoldiryapmiz. Prямо zavoddan bo'lyapti bu videolarimiz. Mana ishlar o'zimiz ishlab chiqaramiz, bolalar. Ayolingizga kelgan nima ishlab chiqarish bo'lsa akamizda bor, ha? Aka, sekin ishlab turibmiz. Nima ishlab chiqarish bo'lsa bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, qadrdonlar, yurtimiz tinchmiz. Boshqa davlatlarda bir urush, janjal bo'layotib turgan paytda mana bizni do'st nima deydi? Bizni O'zbekistonimizga qaranglar. Osmonimiz tinch, musaffo quyoshlar porlab turibdi. Mana shunday porlab turgan osmonimizga like bos qo'ysin, osmon uchun hech bo'lmasa videolarimiz 1000 ta, 1,5 mingdan o'tmaydi-da. Ko'pchilik o'zimiznikilar poddesh qiladi. Like bos, omad deb qo'ysa hech narsa ketmaydi yoki yo'q bir 100 megabayt olib qolammi? Olmaydi. Tagidan 1000 so'm, 2000 so'm olmaydi, yozib qo'ysin. Aka, Qirg'izistondan keladi, Qozog'istondan keladi. Tojikistondan kelyapti. Mana shu klientlar aka, bugun ham bitta komplekt Tojikistondan chiqaryapmiz. O'zimiznikilar videolar, uka omad deb bitta like bosib qo'yinglar, boshqa hech narsa kerak emas. Xohlasanglar olinglar, xohlasanglar olmanglar. Prosta odam uchun ko'proq bo'ladi, prosmotr yaxshi bo'ladi aka. Maşallah. Tamam. Bo'ldi, akalarni ishdan qo'ymaymiz. Akamiz ham ishlayapti turadi. Salomat bo'linglar qadrdonlar.